Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nega to'xtatilmoqda? Kimlarning puli vaqtincha ushlab qolinishi mumkin? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi va eng muhimi, bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun hozirning o'zida nima qilish kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bu bobomiz, nogironligi bo'lgan yaqinimiz yoki o'quvchisini yo'qotgan nafaqa oluvchi bor. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik xato yoki bitta hujjatning vaqtida topshirilmasligi pensiya to'lovining to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga rasmiy tartiblarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Avvalo bitta narsani aniq aytib olay. Pensiya o'lib qo'yildi deganda ko'pchilik buni butunlay bekor qilindi deb tushunadi. Aslida ko'p hollarda pensiya umuman yo'q qilinmaydi. Balki vaqtincha to'xtatib turiladi. Sababi tekshiruv, hujjat yetishmasligi, shaxs ma'lumotlarida nomuvofiqlik, nogironlik muddati tugashi, bola o'qishni davom ettirayotgani tasdiqlanmagan bo'lishi yoki pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmagani bo'lishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'ozda yuritilardi. Pensionerning tirikligi, yashash joyi, oilaviy holati, nogironlik muddati yoki bola o'qiyotgani haqidagi ma'lumotlar ko'pincha alohida idoralardan so'ralardi. Ba'zan odam bir idoraga borardi, keyin ikkinchisiga borardi, ma'lumot kechikardi. Shuning uchun ayrim to'lovlar yillar davomida noto'g'ri berilib ketgan holatlar ham bo'lgan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, soliq, bank, mahalla, migratsiya va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Maqsad oddiy. Pensiya haqiqatan ham huquqi bor odamga to'lanayotganini aniqlash, ortiqcha to'lovlarning oldini olish va firibgarlik holatlarini kamaytirish. Lekin mana shu yerda muammo tug'iladi. Elektron tizim xato qilmasa ham undagi ma'lumot eski bo'lishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism bitta ko'rinishda, pensiya hujjatida boshqa ko'rinishda yozilgan bo'ladi. Tug'ilgan sana bir joyda 1920 yil 2 mart, boshqa joyda 1920 yil 20 mart bo'lib qolgan bo'ladi. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. Natijada tizim shubha signalini beradi va to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar diqqatli bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi toifa, uzoq vaqt pensiyasini olmagan pensionerlar. Agar odam pensiya kartasiga tushgan pulga tegmasa, bankdan naqd qilmasa, hisobda harakat bo'lmasa yoki pochta orqali tayinlangan pensiyasini bir necha oy olmasa, tizim savol beradi. Bu odam qayerda, tirikmi, boshqa joyga ko'chganmi, huquqi saqlanib qolganmi? Bunday paytda to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Masalan, 7 yoshli otaxon qishloqda yashaydi, pensiyasi kartaga tushadi. O'g'li Rossiyada ishlaydi, otaxon esa kartadan foydalanishni bilmaydi. Karta uyda turadi, 7 oy davomida hech qanday operatsiya qilinmaydi. Tizim buni ko'rib, pensioner bundan foydalanmayapti, holatni aniqlash kerak deb belgilashi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Otaxon yoki uning ishonchli vakili pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, shaxsini tasdiqlasa to'lov tiklanadi. Agar haqiqatdan ham pensioner sog'lig'i sabab bora olmasa, vakil orqali yoki mas'ul xodimni chaqirish tartibi orqali masala hal qilinadi. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, boshqa gap. Lekin ko'pchilikda nogironlik muayyan muddatga beriladi. 1 yil, 2 yil yoki qayta ko'rikdan o'tish sharti bilan. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa va fuqaro vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Hayotiy misol. 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning nogironlik muddati 2025 yil iyungacha belgilangan. U may oyida hujjatlarni tayyorlab, qayta komissiyadan o'tish kerak edi. Lekin keyinroq boraman deb yurib, iyulga o'tib ketdi. Pensiya jamg'armasi tizimida nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi. Natijada iyul yoki avgust oyidagi to'lov to'xtashi mumkin. Keyin fuqaro komissiyadan o'tib, nogironligi uzaytirilsa, qaysi sanadan tiklangani hujjatda ko'rsatiladi va to'lov masalasi shunga qarab hal qilinadi. Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik muddati tugashidan kamida 1 oy oldin harakatni boshlash kerak. 3-toifa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan masala bolalarning yoshi va o'qishi bilan bog'liq. Agar bola voyaga yetmagan bo'lsa, odatda huquq boshqa.
Lekin bo'yindagi yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlansa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Agar talaba o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa yoki o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot tizimda ko'rinmasa, to'lov to'xtatilishi ehtimoli bor. Misol uchun, marhaba opaning turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandi o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzand 18 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi ta'limga kirdi. Lekin universitet ma'lumoti elektron tizimda darhol ko'rinmadi yoki hujjat pensiya jamg'armasiga yetib bormadi. Natijada to'lov to'xtab qoldi. Bu vaziyatda vahimaga tushmaslik kerak. O'qish joyidan ma'lumotnoma olinadi. Kunduzgi ta'lim shakli ko'rsatiladi. Talabaning kursi o'qishga qabul qilingan sanasi yoziladi va pensiya jamg'armasiga taqdim etiladi. Agar huquq saqlangan bo'lsa, to'lov tiklanadi. 4-toifa chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda uning tirikligi, yashash holati, hisob raqami va vakillik hujjatlari tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Bu ham davlatning pulni noto'g'ri shaxsga to'lashining oldini olish uchun qilinadi. Ayniqsa ishonchnoma orqali boshqa odam pensiyani olayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati, haqiqiyligi va pensionerning roziligi juda muhim. 5-toifa shaxsiy ma'lumotlarda xato bor odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Kimningdir pasportida familiya To'xtayev deb yozilgan, eski pensiya hujjatida Tuxtayev yoki To'xtayev bo'lib qolgan. Kimningdir nikohdan keyingi familiyasi o'zgargan, lekin pensiya ishida eski familiya yuribdi. Kimningdir tug'ilgan kuni eski mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan. Elektron tizimlar solishtirilganda bunday farqlar to'lovni tekshirishga tushirib qo'yadi. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiya hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumoti tasdiqlangan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa va siz muntazam ravishda pensiyangizdan foydalanayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik joy. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya huquqining bekor bo'lishi bir xil narsa emas. Agar pensiya huquqi qonun bo'yicha saqlangan bo'lsa, faqat hujjat yetishmasa, siz hujjatni to'g'rilab, to'lovni tiklashingiz mumkin. Lekin agar huquq tugagan bo'lsa, masalan, bola o'qishdan chetlatilgan bo'lsa yoki nogironlik tasdiqlanmasa, unda to'lov davom etmasligi mumkin. Ikkinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pullar qaytarilishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Masalan, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan edi, lekin u 3 oy oldin o'qishdan chetlatilgan. Bu haqda vaqtda xabar berilmagan. Pensiya esa yana 3 oy tushgan. Keyin tizim buni aniqladi. Bunday holatda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam men bilmaganman desa ham, ayrim holatlarda bu javobgarlikdan to'liq ozod qilmasligi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. O'qishdan chiqish, ishga joylashishning ayrim to'lovlarga ta'siri, nogironlik muddati, yashash joyi, familiya o'zgarishi, vafot holati, chet elga chiqish kabi ma'lumotlarni vaqtida xabar qilish zarur. 3-nozik joy, ishonchnoma. Ko'p oilalarda pensioner yoshi katta bo'lgani uchun pensiyani o'g'li, qizi yo'q kelini olib beradi. Bu o'zi yomon emas, agar hammasi qonuniy bo'lsa. Lekin ishonchnomaning muddati tugasa, pensionerning o'zi roziligini tasdiqlamasa yoki ishonchnoma noto'g'ri rasmiylashtirilsa, to'lov to'xtab qoladi. Yana bir xavfli holat, pensioner vafot etgandan keyin ham uning kartasidan pul yetish. Bu qonuniy muammo tug'diradi. Vafot holati bo'yicha ortiqcha tushgan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 4-nozik joy, bank kartasi bloklangan hisoblar. Pensiya tushadigan karta muddati tugagan bo'lishi mumkin, karta yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bank hisobida texnik muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin karta ishlamayapti. Shuning uchun birinchi navbatda bankdan hisob harakatini tekshirish kerak. Agar pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan sababini so'rash kerak. Agar pul tushgan, lekin yechib bo'lmayotgan bo'lsa, muammo bank tomonida bo'lishi mumkin. 5-nozik joy, pochta orqali pensiya oluvchilar. Ayrim hududlarda pensioner pensiyasini uyiga olib kelishlarini kutadi. Agar pensioner uyda bo'lmasa, manzili o'zgargan bo'lsa yoki bir necha marta topilmasa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Bu ham pensiyamni olib qo'yishdi degan taassurot uyg'otadi.
Aslida manzilni aniqlashtirish, pochta bo'limi bilan bog'lanish va pensiya jamg'armasiga yangi manzilni berish kerak. 6-nozik joy. Mena staji va hujjatlar qayta tekshirilishi. Ba'zan pensiya tayinlangandan keyin ham arxiv hujjatlari, ish haqi ma'lumotlari yoki staj bo'yicha aniqlik kiritish talab qilinadi. Ayniqsa eski korxonalar tugatilgan, arxivga topshirilmagan yoki mehnat daftarchasida muhrlar noaniq bo'lsa, savollar tug'iladi. Bu holatda pensiyani butunlay yo'qotaman deb qo'rqmang, lekin hujjatlarni tiklash kerak bo'ladi. Arxiv ma'lumotnomasi, sud orqali faktni belgilash, sobiq ish joyidan tasdiq, harbiy xizmat hujjati, bolani parvarish qilgan davrlar bo'yicha hujjatlar yordam berishi mumkin. 7-nozik joy, doimiy yashash joyi va vaqtincha ro'yxat. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan bo'lishi mumkin. Ilgari bu qog'oz almashinuvi orqali ko'proq vaqt olardi. Hozir elektron tizim tezroq ishlasa ham, ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda kechikish bo'lishi ehtimoli bor. Ko'chganingizda o'zi bilib olishadi deb yurmasdan pensiya jamg'armasi bo'limiga xabar bering. 8-nozik joy, pensiyaning kamayishi va to'xtatilishini adashtirmang. Ba'zan odamning pensiyasi kamayadi, chunki oldin qo'shimcha to'lov bo'lgan, keyin u qo'shimcha shart tugagan. Masalan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi uchun qo'shimcha hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin bu holat o'zgargan yoki kompensatsiya turidagi to'lov muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda asosiy pensiya emas, qo'shimcha qism o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun har oy tushgan summani yozib boring. Oldingi oy bilan solishtiring. Farq bo'lsa sababini so'rang. Endi eng kerakli qism. Agar pensiyangiz to'xtab qolsa yoki to'xtab qolishdan qo'rqsangiz, aniq nima qilasiz? Birinchi qadam. Vahima qilmang va sababni aniqlang. Bank kartangizni tekshiring. Mobil ilova bo'lsa, kirib ko'ring. Bankka qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Pensiya tushganmi, hisob bloklanmaganmi, karta muddati tugamaganmi deb so'rang. Agar pul bankka tushmagan bo'lsa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi. Ikkinchi qadam tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi rekvizitlari. Yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchli shaxs ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, bu haqda alohida tushuntiring. Uyga kelib holatni o'rganish imkoniyati yoki vakillik tartibini so'rang. Uchinchi qadam, yozma ariza bering. Og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni, agar hujjat yetishmasa ro'yxatni berishingizni va huquqim saqlangan bo'lsa, to'lovni tiklashni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Bu juda muhim, chunki keyin sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni yig'ing. Agar sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasini oling. Agar sabab talabaning o'qishi bo'lsa, universitet yoki kollejdan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Agar sabab shaxsiy ma'lumotnoma muvofiqligi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, pasport ma'lumotlari va arxiv hujjatlarini tayyorlang. Agar sabab chet elda bo'lish bilan bog'liq bo'lsa, konsullik, notarial ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash yoki tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu holatlarda aniq ro'yxatni mahalliy pensiya jamg'armasidan oling. Chunki vaziyatga qarab hujjatlar farq qiladi. 5-qadam. Hujjat topshirgandan keyin natijani kuzating. Ko'pchilik hujjat topshiradi, keyin 2 oy kutadi. Men buni tavsiya qilmayman. Ariza raqami bilan 10-15 kundan keyin borib yoki telefon orqali holatini so'rang. Agar sizdan qo'shimcha hujjat talab qilinsa, kechiktirmang. Har bir kun to'lovning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga yoki pensiya jamg'armasining yuqori organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Zarur bo'lsa, adliya organlari, xalq qabulxonasi yoki sud tartibi ham mavjud. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringiz to'liq bo'lsin. Ariza nusxasi, javob xati, bank ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, shaxsiy hujjatlar. 7-qadam, profilaktika qiling. Ya'ni muammo chiqmasdan oldini oling. Har yil boshida
Pensionerning pasporti amal qiladimi? Bank kartasi muddati tugamayaptimi? Nogironlik muddati qachon tugaydi? Talabaning o'qish ma'lumotnomasi yangilanganmi? Yashash manzili to'g'rimi? Telefon raqami pensiya jamg'armasida bor yo'qligini tekshiring. Oilada bitta mas'ul odam bo'lsin. Masalan, katta o'g'il yoki qiz har oy pensiya tushganini tekshiradi. Hujjatlar papkasini yuritadi. Muhim sanalarni kalendarga yozadi. Men tavsiya qiladigan hujjatlar papkasi shunday bo'lsin: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik xulosasi bo'lsa nusxasi, o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa nusxasi, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, ishonchnoma nusxasi, oldingi arizalar va javoblar. Hujjatlar tartibli bo'lsa, masala ham tezroq hal bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Pensionerning kartasini begona odamga bermang. PIN kodni hamma bilishi xavfli. Afsuski, amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensionerning kartasidan qarindoshi muntazam pul yechadi. Pensioner esa qancha tushganini ham bilmaydi. Keyin nizo chiqadi. Pensionerning shaxsiy mablag'i. Agar yordam kerak bo'lsa, hammasi ochiq, rozilik bilan va qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Agar pensioner yoshi katta bo'lib, bankka bora olmasa, bankning masofaviy xizmatlari, ishonchnoma orqali xizmat olish, pensiyani pochta orqali olish yoki boshqa qulay usullar haqida so'rang. Lekin har qanday usulda ham pensionerning huquqiy himoya qilinishi kerak. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiyaning to'xtashi har doim ham pensiya butunlay olib qo'yildi degani emas. Ko'pincha sabab hujjat, ma'lumot, muddat, bank hisobi yoki shaxsiy holatdagi o'zgarish bo'ladi. Lekin bunga befarq qarash ham mumkin emas. Chunki vaqtida harakat qilinmasa, to'lov kechikadi. Ayrim holatlarda ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish masalasi ham chiqadi. Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangiz yoki yaqin pensioneringizning hujjatlarini tekshiring. Nogironlik muddati qachon tugaydi? Karta muddati qachon tugaydi? Pensiya muntazam tushyaptimi? Talaba farzandning o'qish ma'lumotnomasi joyidami? Ishonchnoma muddati o'tmaganmi? Hammasini aniqlang. Agar muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanmasdan, albatta yozma ariza bering va javob talab qiling. Sizning hududingizda pensiya to'xtab qolgan holatlar bo'ldimi? Sababi nima ekan? Hujjat yetishmadimi? Bank muammosi bo'ldimi yoki tizimdagi xatolikmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat pensionerning bir necha oylik pulini saqlab qolishi mumkin.